Bismillahirrahmanirrahim. Yugurek Molla. Her yılgi Ramazan ve Kurban hayitlerinde ata yurtum Gürlen tümenini Gülistan kışlağıdaki İskender Baba kabristanıga ziyaretge borganimda kabriston shayxidan İskender Baba'nın o'tmish haqida bilganlarini, eshitganlarini aytib berishni iltimos qilib so'rayman. Maqola yozish niyatim borligini aytaman. Bu yilgi ro'za hayitda ham ziyoratga borib, shayx o'tirgan supaga o'tirdim. Shayx meni tanidi. Darhol ota-bobolarimga bag'ishlab duoyi fotiha qildi. Ziyoratchilar ko'p. Shayx bilan 4-5 daqiqa gaplashib olishning imkoniyati yo'q edi. U tilovat qilishda izchil davom etardi. Uyga qaytishga chog'lanib, o'rnimdan turayotganimda ro'paramdagi 30 yoshlar chamasidagi yigitga ko'zim tushdi. Yuzi ko'zlari tanishdek tuyuldi. Kimgadir o'xshatdim-u, lekin aniq eslay olmay turgan paytimda birov yelkamdan turtdi. O'girilib qarasam, yosh paytimizdagi jo'ram Ergash ekan. "Iye, tanimadingmi bu yigitni? Mollaning o'g'lini-ya?" dedi u. Salomlash uchun qo'lni uzatib. "Qaysi mollaning o'g'li? Yugurek mollaning?" Ha, endi aniq esladim. O'g'li otasi Yugurek mollaga judayam o'xshar ekan deb Ergash bilan 5-6 daqiqa Yugurek molla haqida suhbatlashdik. O'g'lim Islombekka endi Urganchga ketaversa ham bo'ladi. Hayitda uyimizga mehmonlar kelishi mumkin dedim. Mashinamiz Gurlan yo'liga chiqqach, "Dada, jo'rangiz bilan Yugurek molla degan odam haqida so'zlashgan gaplaringizni menga batafsil aytib bering, eshitmadim. U haqiqatan ham bilimli, karomatli odam edimi? Shu haqda menga aytib bering", dedi. Unda mashinani hushyor bo'lib hayda. Uqdingmi? Uqdim. Turg'unlik yillari edi. Qishlog'imizdagi 3-sonli maktabning 5-sinfida o'qib yurgan paytlarimda jamoa xo'jaligimizni dala shiyponiga allaqayoqlardandir ko'chib kelib, bola chaqalar bilan yashayotgan Yugurek molla haqida odamlardan eshitgandim. Shu vaqtlarda Yugurek molla hamisha yugurib yurarmish, uchib yurarmish. Mahallamizda kimdir unga qattiqroq gap aytgan ekan. Xastalanib qolibdi. Eskidan bilimi juda yetib ekan degan gap so'zlar qishloq aralab qolgandi. Men Yugurek mollani birinchi marta uyimizda ko'rganman. Kuz faslining oxirlari edi. Bir kuni ertalab maktabga ketishga shoshilayotganimda Hanifa checham uyimizga hovliqib kelib dadamga, "Amin jiyaringiz kechqurun ko'rak kombayn traktorini haydab ko'rak terishga ketgandan hali gacha uyga kelgani yo'q", dedi xafaqon holatda. Dadam chaqallash eshagini aravaga qo'shdi-yu, dala tomonga choptirib ketdi. Eshagimiz yomon edi. O'zini egarlab minsangiz shattalab tashlardi. Amin tog'am traktor kabinasida bemajol yotgan ekan. Dadam uni bir amallab ko'tarib, traktordan tushirib, aravaga yotqizib, uyga olib bordi. Maktabdan kelganimda uyimizda o'tirgan, eginiga chopon kiyib, boshidagi do'ppisini sirtidan aylantirib oq ro'mol tang'ib olgan, yoshi 60larga yaqinlashib qolgan odamni ko'rib salom berdim. U odam salomga alik oldi va deraza pardalariga qarab nimalarnidir pichirladi. Shu paytda xonaga dadam kirib keldi. "Qodir, meni tezroq Aminni uyiga olib bor. Anavi yaramaslar meni masxara qilishib, deraza pardasiga tirmashib, raqsga tushyapti. Qani ketdik", dedi-da dadamga ergashdi. Deraza pardalariga 2-3 marta qarab, hech nima ko'rmagan bo'lsam ham juda qo'rqib ketdim. Buvimning xonasiga kirib choy ichib ovqatlandim. Kechki ovqat paytida dadam Aminni o'qitish uchun Yugurek mollani uydan olib chiqdim. Tunda yomg'ir yoqqan, yo'llar loy edi. U mening ketimdan kelayotgandi. "Yaxshi kelyapsizmi?" deb so'ramoqchi bo'lib, orqamga o'girilib qarasam, yo'q edi.
Uyga ham mendan ancha oldin kelibdi. Aminnikiga borish uchun uydan chiqayotganimda mahsi ko'rishlariga qaradim. Zarracha ham loy yo'q. Mening etiklarimning qo'njigacha loy chaplanib qolgandi. Odamlarning yurak mulla uchib yuradi degan gaplar rostga o'xshaydi, dedi buvimga. Bo'ldi. Ko'p gapiraverma bolam. Bu ham bir Allohning bergan ilmi bo'lsa kerak, dedi buvim. Yurak mulla 2 marta o'qiganidan keyin Amin tog'am shifo topdi. Gapira olmay qam qolgan ekan, gapiradigan bo'ldi. Tog'amning aroqxo'r do'stlari, traktorchi hamkasblari ko'p edi. O'zi ham juda ko'p ichardi. Shu vaqtdan keyin so'nggi ichmaydigan bo'ldi. Yozda mahallamizga yaqin joyga Laypaxsadan 4 xona uy qurib, Yugurak mullani bola chaqalari bilan dala shiypondan ko'chirib keldi. Mahallamiz keksalardan Yugurak mullaning ismi kim ekanligini, shariflarini ham aytishganini eshitmaganman. Buvimning aytishicha, bizlarnikiga, tog'amlarnikiga kelib ketib duoyi fotiha qilib yurarkan. Amin tog'am juda kuch-quvvatli, serg'ayrat odam edi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, qishlog'imizdagi Iskandar bobo qabristonini obodonlashtirishda jankorlik qildi. Marakalarimizga, to'ylarimizga bosh-qosh bo'ldi. Dunyodan o'chgach, ota yurti Xizreli qishlog'idagi Eshon bobo qabristoniga dafn qilindi. Oxirati obod bo'lsin. Sobiq ittifoq tuzumi davrida Yugurak mulla kabi bilimli mullalarimiz taqibga, tazyiqqa uchradi, surgun qilindi. 7 yot o'lkalarda vafot qilganlar ham bo'ldi. Diniy odob, axloq masalalari cheklanildi. Natijada ko'pchilik birodarlarimiz ichkilikni xush ko'radigan bo'lib qolishdi. Aroq harom emas, qilmishi harom deguvchilarning safi kundan kunga kengayaverdi. Muqaddas kitobimiz Qur'onning Maida, Dasturxon surasini o'qigan odam aroqning halol emasligini bilib olishi mumkin. Umrni oqar suvga qiyoslashgan donolarimiz. Umr suvi tez oqar suv. Haloldan yeb ichishga, ezgu ishlarni qilishga riyo qilmoq dinimizda eng yaxshi va savob amallardan hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.